Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, hafta kuniga chorshanba 17-sentyabr 2025-yil. Mana shu qalpoqli bola deb tanilgan ukamiz o'zlari alohida ish boshlabdilar. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum aka. Olimjon, oldingizmi? Aytib oldingizmi? Ha aka, xudoga aytib oldik. Like bosib, kanalga obuna bo'ling. Aka bugun bor narx sinadi. Inshaalloh. Yerminan bitta bo'lib ketadi aka. Kanalingiz yangimanmi? Yangilib bo'ladi aka bugun. Xudo xolasa inshaalloh. O'ylanmang. Miyaga kelsa sho'rdan narxlar bo'ladi aka bugun. Zo'rlardan kelgan. O'ta zo'ridan kelgan aka. Alloh sana ideallardan. Ani qo'ylar ko'rsataylik chiqani. Voy mashallah qo'ylarlar. Hurmatli obunachilar, qo'ylar ko'risham. Mana shuni shuncha birinchi dag'ini. Mana shuni jabr. Hurmatli obunachilar, Qo'ydi qarang. qo'ylarga qaranglar. Toza simjun, oq yuz, o'zi ko'rakdan tulab kelyapti. Hurmatli obunachilar, mana o'zi-sekin tulayapti ekan. Hurmatli obunachilar, qo'yda sirg'alari ham bor ekan bo'ynida. Ha, shuni. O'zi mayli bu tishini ochib ko'rsating. O'zi aka. Mana. Hay, mashalloh. O'zi aka. Juda yosh narsalar ekan-da. Bular yoshayli qanday, Tolibjon? Aka, buniki 7-8 oylik atrofida. 7-8 oylik. Ha, 7-8 oylik atrofida aka. Bular Qirg'izistonning qo'ylari hammasi. Qirg'izistonniki aka qo'ylar. Qirg'iziston Bishkek. Hurmatli obunachilar, 5 dona hammasi urg'ochimi, erkakmi? Urg'och aka, yo'q. Mayli hammasi urg'och. Urg'ochdan so'raganlar, hurmatli obunachilar, o'ta ideallari bor ekan, urg'ochilarni ham. Xudo xolasani qo'ylar ko'rishlari mumkin. Bo'ybasdan o'ta uzoq. Ha, o'ta charchagan bu qo'ylar. Qo'ydi qarang, sekin tulayapti aka qo'yam. Ana hurmatli obunachilar, qo'yni ham ko'ringlar. Endi beli ham xudo xolasa zo'r bu. Avvalgi chatishgan qo'y ekan shular. Avvalgi chatishgan aka bu. Gibrid ekan. Buni ham to'shlab xudo xolasa keyin qo'y o'ta udor chas qo'ylar ekan. Shunaqa aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'y aka. Qo'ylar o'ta ideal darajada ekan. Qo'ylarimiz. Bo'ylarni nechiga beramiz, Tolibjon? Aka, bo'ylarni 75 ga beraveramiz. 75 ga. 75 ga beraveramiz. Telefon bo'lsa o'lchab beraveraman yana. O'lchab ham beraverasiz, behijolat. Beraveraman, shunday. Bular qochib qolmagan-a? Yo'q aka, endi bu avvalo xudo aka. Avvalo xudo. Endi men bo'g'ozda bersam qisqa chiqmasa bo'lmaydi aka. Ha, to'g'ri gap. Avvalo xudo aka mana shu. Bulardan bitta narx ayting. Narxi aka. U bizda anaqa u torshana narx emas. Bitta narx ayting. Bo'ldi aka, mayda chidalayman, 4 million ham demayman aka. Aha. 36 ham demayman, 3,5 million so'mdan ketaveradi. Bir joyga. 3,5 million so'mdan ketaveradi aka. Dastlabkamiz qayerda u? Dastlabkamizmi? Ha. Samarqandgacha. Samarqandgacha. Voy Zulfonqsin, xayriga o'tib beraman. Voy gap yo, Tolibjon, ahdi bor, o'ta yordingiz. Hurmatli obunachi, mana qo'ylarimiz 5 dona urg'ochi bir joyga 3 million 500 ming so'mdan dastlabki Samarqandga ketavergan. Mana qo'ylar, voy mashalloh. Mana shu qo'yimiz ishqiboz oldim bor. Omma aka tanlab olaman desa, telefonda kelishamiz. Telefonda kelishadi. Telefonda kelishiladi. Plus minus oladi. Plus minus bo'ladi aka. Voy mashalloh. Aka kimdir ikkitaga qurib aytadi, kimdir ikkitaga qurib aytadi aka. Kimdir hammasini oladi aka. Hammasini olsa aka ish bitadi. Oson bitadi. Oson. Bizdan ko'ra-da. Like bosib, kanalga obuna bo'l. Tolibjon ota-onangga rahmat deb turing aka. Nar bugun sinadi dedimmi, yana zo'rlardan chiqadi aka. Haqiqiy qalpoqli bola shu bola, hurmatli obunachilar. Hay mashalloh. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Qo'ylar qarang. Ha, qo'ylarimiz o'ta charsakan, o'ta yo'q ekan. Mana shu qo'yimiz ham o'ta qiziqdim. Oq tumshuq, quloq uchi ham oq ekan. Shunaqa. Bo'ynida sirg'alari bor ekan. Hurmatli obunachilar, dumbarazlar ham o'ta cho'tki. Ideal darajada. Bunga azna kelib paxta berib, yengil boqish kerak bu qo'ylar bor. Kundan kunga o'zgaradigan qo'ylar-da. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasiz, ish bitadi. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga ham o'ta qulaylardan ekan. Xudo xolasa hammasini dumbarazida o'ta cho'tki. Bu qo'ylarga bor, yengil kelib paxta berib, boqadigan qo'zilar ekan. Tolibjon bayda 4 dona ekan-a? 4 dona aka. 4 dona bular yosh oylar qanday? Yosh oylar aka 4-5 oylar atrofida. 4-5 oylar atrofida. Hurmatli obunachilar, mana yeb ichini ko'ryapsizlar, mana o. Bular hali yem ko'rmay qo'zilar-da bular. Shunday aka, endi dalada yurganda tovuq ustida yurgan qo'ylar aka. Inshaalloh Xudo xolasa uni boqqan odam tarafiy yaxshi niyat qilib olsa, mana shu qo'ylar bor-ku. Hademay katta bo'lib qoladi-da, ko'zga ko'rinib qoladi.
4 dona yoshlar 4-5 oy. Bo'yli nechiga beramiz bo'ylarini? Bo'ylarni 65 ga beraveraman. 65 pilis. Ha, telefon qilsa o'lchaman beraveraman. Ha, o'lchab bersangiz yaxshi bo'ladi. Isbot bilan o'lchaman beraveraman. Telefon qilsa terganman tashlab beraman. Qo'zlarimiz o'ta ideal darajada. Tolibjon buni ham ko'p cho'zmaylik. Hop. Va kun issiq. Bitta narx ayting, torcha narx bo'lmasa. Aka, narilar 3,5 milliondan qo'ydimmi? Bularni aka 32 dan qo'yib beraman. Bitta gapiring, bitsa ham. 32 dan aka telefon qilsa xayriga ham o'tib beraman. Xayriga ham o'tib berasiz. Xayriga ham o'tib beraman. Hammasini oldim deysan, xayriga ham o'tib beraman. Mana hurmatli obunachilar, 4 dona aka 3,2 ming so'mdan dastlabkamiz qayerga ur? Dastlabki buniki ham Samarqandgacha. Samarqandgacha ketaveradi. Aka bunday qilaylik, uyi bo'lsa bo'ldi. Uyi bo'lsa bo'ldimi? Uyi bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q, Uyi Tolibjon. bo'lsa bo'ldi aka. Gap yo'q, Tolibjon bor-ku. Yordam. Tanlab olishga bularga 33 ta. 33 ta tanlab olish. 33 dan tanlab olishi libbitta. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizda 4 dona urg'ochi, yosh oila 4, 5 oylik ekan. Yengil-yengil kapahti berib bossangiz ko'zi ko'rinib qoladi. Hadamay qo'yib qoladi, mana shu qo'ylar, qo'zilar. Shunday Telefon qilgan odam ishi bitadi. Telefon qilsin, balo bo'ladi aka. Yeb ichishi bir hafta. Bir hafta garantiya aka. Joniga garantiya o'rilmaydi, sindirib, bo'ftirib qo'yishmasa bo'ldi, xudo Shunday xohlasa. aka, bir hafta garantiya beraman. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz biz uzoqroqdan olamiz. Ya'ni qo'y telefonni qo'ydi, katta ko'rsatadi, kichik ko'rsatadi, xuddi shunday. Xohlovchilar bo'lsa, lakasga tashlab beraman desa, lakasini tashlab beraman. Lakas tashlab beraman aka, mana shu uyim kelib bemalol ko'rishaveradi. Ay maşallah. Mana Nechta hurmatli. deysiz aka, ishini bitiraman obunachilarimiz. Mana ikkinchi partiyamizda 4da, uchinchi partiya qanaqasi bu? Uchinchi partiyamizga aka o'ta zo'ridan bir qarashda bor, sevib qoladiganman. Yo'q. Ha, o'ta. Voy maşallah. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyam 4 dona ekan. Telefon qilgan odam ishi bitadi, telefon qilaverasiz. Endi navbat uchinchi partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana uchinchi partiyamiz bu. Voy maşallah, qo'zini ko'ringlar, qo'zini. O'ta ideal darajada ekan qo'zimiz bor. Voy maşallah, quloq ko'ringlar, quloqni. Ber. Hani bunga azna endi buni nima qilvarmang? Jasurbek. Mana. O'ta ideal darajada qo'zimiz. Quloqlar joylashuvlari ham bor, vobshe dahshat ekan. Endi o'shancha kuni Sirg'asi ham bor ekan buni. bo'yla sirg'asi ham bor ekan bu qo'zimiz bor. Voy maşallah. Mana aka. Bu quloqni ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Quloq xudo xolasa 19 pilisga berilaverar ekan. Behijolat. Buni sirg'alari bor, o'stilaydigan sortdan ekan, hurmatli obunachilar. Buni yosh oyligi bo'lsa, bir 5 oylik bo'lsa kerak a shu qo'zimiz. Shunaqa aka, shunaqa atrofida aka. Voy, maşallah. Bularni ham qarang-da. O'ta ideal ekan. Hamma yo'q cho'tka aka, qo'yadi xolasa. Mana mana shu Ishini qo'ygan. qarang. Quloq ko'ringlar, quloqqa qo'zg'oldim, qo'zini bari qulog'iga. Ay maşallah. Tolibjon, Voy aka. buni toshdan narx aytmang. Qo'zingiz yoqdi menga. Ha. Buni tashab qo'yib boqadigan qo'y ekan-da bu. Shunaqa aka, bu uyda baqirgan bitta hojona katta, o'sha Qirg'izistonda hojona baqqan ekanlar. O'shani ko'ryapsiz, meni orqamdan ketgan yo'q qo'y. Bitta narx ayting, bobol tortishmas, xudo xohlasa ish qilib o'zi telefon qiladi. Aka, buni 3,5 million demayman. 3,5 million demayman, 34 ga ketaveradi aka. 34 ga ketaveradi. 34 ga ketaveradi. Ammo kami yo'q aka. Kam yo'q. Aqli yetgan odam uyda olarmi? Maslahat qilib, keyin menga telefon qilasan aka. Realni olaman degan odam telefon qilsin, ish bitadi aka. Har yo'li bor aka. Voy, maşallah. Hurmatli obunachilar, arzon ekan mana shu qo'y bor, lekin tashab qo'yib bossangiz, mana quloqni ko'ringlar, quloqni hurmatli obunachilar. Quloq qo'zini, mana bu qo'zini. Toza Qirg'iziston Bishkek qo'zisi ekan. Bishkek o'ta udor ekan, bor qo'y. Tavsiya qilaman, quloq tashlashlaring o'ta darajada. Yarasha aka. Ha, buni boya yetmish pilismini chiqaradi buni. Shunaqa aka, aytaman telefon olsa hammasini o'lchab xohlasa o'lchab berishamiz. Behijolat. Ha, o'ylayman. Buni quloq qo'zoldim xolos. Telefon qilgan odam ishi bitadi. Bugunga bor shumi? Bor shu aka, 3 partiya edi, o'zi oz edi. Dedim, like bosib, Tolibjon, bos gazini uka, ota-onangga rahmat deb turing hoji aka. Ey hoji aka, kulib o'tkazmang. Videoda xorij ko'ring, bittadan like bosing hoji aka. Kanalga bor, obuna bo'ling. Qalboli bola qaytdi, nomeradini qaytdi deydi-yu. Qaytgandan o'sha asl arashalar bilan qaytdi aka. Inshaalloh. O'ta zo'ridan. Inshaalloh. Ana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasiz, telefonga olamiz bitadi. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.